Fayzullayev! Mükemmel bir gol attı. Abbosbek Fayzullayev! Shomurodov va Fayzullayev gol urdi. Bashikshehir muhim g'alabaga erishdi. Kecha 29 noyabr kuni Turkiya Superligasining 14-turi muhim bahsida Bashikshehir safarda Qosimpodsho jamoasini 3-1 hisobida yutdi va o'zbekistonlik futbolchilar o'yinning haqiqiy yulduziga aylanishdi. 26-daqiqada Abbos Fayzullayev jarima zarbasidan aniq zarba yo'llab hisobni ochdi va Istanbul jamoasiga ustunlik berdi. Yakunda o'yinning eng hayajonli onida Eldor Shomurodov 90+3-daqiqada to'pni darvozaga joylab, jamoasini g'alabasini muhrlashga erishdi. Bu gol Shomurodov uchun Superliga doirasida 10-gol bo'ldi va to'purarlar ro'yxatida pozitsiyasini mustahkamlashga yordam berdi. Natijada Bashikshehir ochkolarni 16 ga yetkazdi va 9-o'ringa ko'tarildi. Qosimpodsho jamoasi esa 14-pog'onada qolmoqda. O'zbekistonliklar gol urgan o'yinda jamoa g'alaba qozondi. O'yindagi taassurotlaringizni izohlarda yozib qoldiring va Anhoruzning ijtimoiy tarmoqdagi sahifalariga obuna bo'ling.